Abdulloh yo'q so'zini ishlatmaydi. Biz tijorat qilib ko'p tajriba to'pladik, ammo hamon ba'zi bir kamchiliklar bor edi. Abdulloh o'rganishdan to'xtamasdi. U abadiy o'quvchi. Bir kuni undan so'rashdi: "Ustoz, siz o'qish-o'rganishni qachon to'xtatasiz?" Abdulloh ularning savoliga shunday javob berdi: "Hech qachon. Chunki ilm oluvchi, o'rganuvchiga hatto daryodagi baliqlar ham baraka tilaydi. Ularni Alloh taolo kechirishini so'rab duo qiladi. Shunday ekan, o'quvchilikni tashlab bo'ladimi?" Abdulloh savdo sohasidagi barcha qo'llanmalarni o'rganishdan erinmaydi. Hatto shu sohada yozilgan biror kitob bo'lsa, tuya bahosida sotib oladi. U tijorat qilib turganda hech qachon yo'q demaydi. Uning o'rniga boshqa so'zlarni ishlatadi. Kimdir gazlama so'rab kelsa, u istagani bizda bo'lmasa, o'rniga mana buni ko'ring-chi, bizda undan boshqachirog'i bor deydi, ammo yo'q demaydi. Bir kuni bir keksa kishi bo'yalgan yaxshi mato so'rab keldi, lekin bizda yo'q edi. Mo'ljali 100 dirham ekan. Abdulloh unga erinmay boshqa matolarni ko'rsatdi. Cholga yoqmadi. "Boshqa do'kondan sotib olaman unda", dedi u rahmat aytib. Shunda Abdulloh: "Siz shu yerda o'tirib turing, men omborni qarab kelaman", deya chiqib ketdi. Biroz vaqt o'tib, xaridor istagan matoni olib keldi. Unga 100 dirhamga sotdi. U minnatdor bo'lib chiqib ketgach, men chidolmasdan: "Nega unga 300 dirham turadigan matoni 100 dirhamga sotib yubording? Keyin bu mato omborda yo'q edi-ku", deya undan so'radim. U menga biroz tikilib turdi-da javob berdi: "Abdusalom, bu keksa kishi haqida eshitganman. U 100 dirhamni yiqquncha 1 yil ishlagan. Kampiri va qizlarini xursand qilish uchun bugun mato sotib olgani kelgan. Agar yo'q deb qaytarib yuborganimizda, u qo'lidagi puliga unday mato sotib ola olmasdi. Ehtimol yana ishlab pul yig'ar yoki tushkunlikka tushib qolardi. Shuning uchun boshqa do'kondan bu matoni 300 dirhamga sotib olib keldim va unga 100 dirhamga sotdim. U yaqin orada gazlama olish uchun bozorga tushmaydi. Umri uzoq bo'lsin, farzandlari badavlat bo'lsin." Men uning javobidan va jo'martligidan lol bo'lib qoldim. Agar menga vallomati kelsa ham, o'sha mato bizda yo'qligini aytib, qaytarib yuborardim. Lekin Abdulloh unday qilmaydi. Mijozning ko'nglini oladi, uni rozi qiladi.